Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. 2025-yil 27-sentyabr. Chiqmas ekan 27-sentyabr. Eng kechki sortlardan sort nektarin. Danagidan ajramaydi, mazasi juda ham zo'r. Hozirlarga ko'rsatib o'tadigan sortlarimdan biri bu. Mevani juda ham serhosil quyi bo'ladi. Hosildorligi eng zo'ri mana ko'rib o'tyapsizlar. Hozirgi kunda narxlari $3, $4 sotilyapti. Ichki bozorlarda o'zida eksportda juda ham qimmat. Mana bu mevalar qaranglar. Shoxlar sinib ketgan, lekin juda ham sifatli mevalar yetkazib beryapti. Hammasini ko'rib o'tinglar, bir qator bog'da umumiy maydonni ko'rsatib o'taman. Hammasi juda ham zo'r holatda quyib solgan. Uni ishonchli ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Agrobog' vodiydan bemalol sotuvsizlar bo'ladi. Mevalar juda ham zo'r. Danagidan ajramaydi. Hosildorlik bo'yicha eng zo'rlari hisoblanadi. Mana mevani qaranglar, bir tutariq 3 litrli qilib tarbiyalangan. Bizda lekin ko'pchilik 4 litrli qilib tarbiyalaydi, lekin bu yerda hamma 3 litrli qilib tarbiyalagan. 4 litrli qilib tarbiyalasiz, kechki shaftolida juda ham tonna ko'payib ketadi. Tonna degani bu har bir mevalar 100 kilo, daraxtlar 100 kilodan ortiq ziyod mevalar olishni boshlaydi. Endi 3 litrli ham yaxshi bo'ladi. Bular juda yaqin ekilgan. Tagligi podvoyda, kilom podvoyda. Bu umumiy maydoni juda ham zo'r. To'kilishlari bor 10-15%. Qattiqliklari ham hali ham dahshat. 50. Shakar miqdori ham juda ham zo'r. Meva qaranglar. Bog' yoqayotgan bo'lsa, video foydali bo'layotgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Buni ishonchli ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Agrobog' vodiydan bemalol sotuvsizlar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.